Endi samodelka katyoladan voz kechib yuboradigan payt keldi. Nimaga deyotgan bo'lsanglar, men sizlarga undan zo'rrog'ini, zamonaviyrog'ini va tejamkorrog'ini topib qo'ydim. Ko'rayotganinglar одноkonturniy katyol. Buni xalq orasida napolniy deb atashadi. Buni qulayligi, afzalligi nimadan iborat deydigan bo'lsanglar, birinchi qulayligi bu ekonomichligi. Ko'ryapsizlar, 160 kvadratdan 3000 kvadratgacha bo'lgan variantini do'konimizdan bemalol topsanglar bo'ladi. Undan tashqari, men bu ko'rayotganinglar umniy apok qo'yilgan. Buni vazifasi nimadan iborat deydigan bo'lsanglar, uylarda harorat ko'tarilib ketishi mumkin. Mana bu gradus qizilga uradigan bo'lsa, harorat ko'tarilib ketsa, bu o'zini o'zi to'xtatadi, ishlashdan to'xtaydi va gradus tushgandan keyin yana o'zini ko'tarib, o'sha bitta me'yorga olib kelib beradigan vositasi hisoblanadi. Undan tashqari bunga zavod tomonidan 10 yil garantiya berilgan Ukraina mahsuloti O'zbekistonda sborka qilingan, xullas uyga olib borib bosib yuboradigan joyi. Undan tashqari do'xkonturniy katyollar kerak bo'ladi deydigan bo'lsanglar, mana ko'ryapsizlar, Besen brendidan, Nerodan, Kalordan, Atlantikdan, Innovadan. Xullas, liboy turdagi katyollarni do'konimizdan bemalol topsanglar bo'ladi. Xullas, Elistroga kelib bemalol olib ketishingiz mumkin. Chinoz bo'ylab sizlar uchun yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul.